Aka. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bugun mana terma jamoasi safiga kelib qo'shilib mashg'ulotlarni boshladik. Chaqirilganimdan xursandman. Ancha yil pauza bo'lib qoldi. Shunga qaramasdan Kannavar imkon beryapti. Xudo xolasa shundan yaxshi foydalanib, xudo xolasa jahon chempionatiga borishga harakat qilamiz. Paxtakordagi shu oxirgi o'yinlardagi o'yin ko'rsatgan o'yinlaringiz baribir ta'sir qilgan. Bo'lishi mumkin. Oldindagi xalqaro musobaqa haqida nima deysiz? Ikkalasi ham yaxshi terma jamoa, kuchli terma jamoa. Xudo xolasa ularga ham qarshi yaxshi o'yin o'tkazamiz va ularni ham ertadan xudo xolasa o'rganib, o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz. Bormi yana savollar qanday kechyapti? Bugun ikkinchi kun. Yo'q, kecha faqat tiklanish olib bordik. Bugun endi asosiy mashg'ulotlar olib boryapmiz. Nimalar kutyapsiz? Yo'q, xudo xolasa yaxshi tayyorgarlik va yaxshi zbor bo'lish. Qisqa gapirasiz. Sherzod, mana O'zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi yig'inda ishtirok etyapsiz. Mana shu yig'in haqida nima deysiz? Katanisdan keyin mana Kannavar davrida endi birinchi marta chaqirdingiz. Assalomu alaykum barcha futbol muxlislariga. Mana xolasa yangi zborga kirish arafasidamiz. Xolasa ancha emas, katta masofadan keyin yana qaytish bo'ldi. Xudoga shukr. Mana xolasa jahon chempionatidan oldin xolasa yaxshi taraflarimizni ko'rsatib, xolasa trenerga o'zimiz ko'rsatishga harakat qilamiz. Agar yozda Superliga klublardan taklif bo'lsa, O'zbekistonga qaytish imkoniyatingiz qanaqa? Hozir ham xudoga shukr bor taklif hali. Menejerim bilan ko'rishganim yo'q, olishganlar dedi u. Kelgandan keyin xolasa gaplashamiz. Ready? Jogging on the yellow. We go. Down. Back. Okay, free leg. Go. Good. Mobility. Open on the white. Free on the yellow. Mobility tight. Left on the white.
Play on the yellow. Yes, open, open, open. Go, change on the white, eh? Change. Okay, yeah. Done.